同学们来到新疆共青团网上双语夜校。今天我们要学习的是第二单元。Bugün o'rganganimiz ikkinchi qism. Yani ikkinchi qismniki teksi 第二单元的课文。首先，我们先把第一单元的目标复习一下。Mushu ikkinchi qismga kirishdan burun biz avval birinchi qismniki butun o'rgangan nishonlarimizni bir o'tkazib olsak, unda bo'lsa咱们呢把书翻到我们之前的这个什么呀目标大本营ga ochaylik. Birinchi darsniki salom qilishdan boshlaymiz-ku. Nima buni biz o'rganib bo'ldik. Shuningga bu qitim menga ergishib o'qisingizlar bo'ladi va unda bo'lsa boshlaydik. 你好，你好，你好，你好。Ikkinchisi 您好，你好，您好，你好。你好吗？我很好，你呢？我也很好。你好吗？我很好，你呢？我也很好。大家好，你好。大家好，你好。你们好，你好。你们好，你好。早上好，早上好。早上好，早上好。好，这是打招呼。Ikkinchisi询问姓名. Qarshi tarafniki mushu familiyasini so'rashi. Unda bo'lsa boshlaydik. 你姓什么？我姓王，叫王丽。你姓什么？我姓王，叫王丽。您贵姓？我姓李。您贵姓？我姓李。你叫什么名字？我的名字叫阿里木。你叫什么名字？我的名字叫阿里木。他叫什么？他叫美丽。他叫什么？他叫美丽。好，这是第一部分的 birinchi bo'limninki mushu nishoni. Bu yerda mushu esimizda bo'lsin. O'xshamagan yoshdagi odamlardan, o'xshamagan munosabatdagi odamlardan mushu ism familiyasini so'ragan vaqtimizda diqqat qilishimiz kerak. Ish cho'nglar, notanishlar, anandan keyin biz shu hurmatlaydigan odamlarga "ning qo'yishing" deb so'raymiz. Kichikroq tanishlar bo'lsa, "你叫什么名字" desak bo'ladi. Endi ikkinchi nishon nimati shu'si son. Junago bir boshdan kelsak, avval mushu birdan tortib anandan keyin mushu 100 milliongacha. Mana shu harakat bilan bildirak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 百 千 万 亿。好 endi mushu birlik son 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0，对0。anandan keyin 基本数字单位 ya'ni mushu sonning birligi, birlar, o'nlar, minglar, birlar. 个 十 百 千 万 百万 千万 亿。好，anandan keyin mushu ostidagisi 1万 10万 10万 100万 1000万
1000万1亿1亿뭐쇼 köpük san 10 20 20 30 30 40 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 100 100 1000 1000 10000 10000 75 75 243 243 6504 6504 10050 10050好，endi ikkinchi nuqtasi询问家乡，询问家乡。boshqalarniki yurtini so'rash. Qandaq desak bo'ldi? Siz nalik? 你是哪里人? Siz nalik? yoki bo'lmasa yurtingiz qayerda? 你的家乡在哪儿? 你的家乡在哪儿? yo bo'lmasa siz nereden keldingiz? 你来自哪里? 3 xil so'rasak bo'ldi. Unda qo'shib boshildi. 你是哪里人? 我是和田人。你是哪里人？我是和田人。你的家乡在哪儿？我的家乡在四川。你的家乡在哪儿？我的家乡在四川。你来自哪里？我来自北京。你来自哪里？我来自北京。好，üçüncüsü yishini so'rash. Yishini so'rag'an vaqtimizda nimaga diqqat qilamiz? Qarish tarafniki yishiga diqqat qilamiz. Kichik bolalardan so'rasak chi so'yla. Yoshlardan so'rasak to'dala. Cho'nglardan so'rasak ning to'da nianchi. Onundan cho'ngmush buvaylardan so'rasak, momaylardan so'rasak ning qavshu. 70dan oshgan vaqtida qarmoqqa. Unda ya bo'lmasa shu qaysi yili tug'ilgan deb, ni nayi nian 出生的 desak mu bo'ladi. Amsa üçüncüsünü bir keldi. 你几岁了？我10岁了。你几岁了？我10岁了。你多大了？我25岁了。你多大了？我25岁了。你是哪一年出生的？我是1995年出生。你是哪一年出生的？我1995年出生。您多大年纪？我今年50岁。您多大年纪？我今年50岁。您高寿？我86了。您高寿？我86了。好，这是我们第1单元的这个目标。yuqoridagisi bo'lsa bizningki mushu qancha birinchi qismdagi nishonlarimizda. Endi biz nimaga qaraymiz? Ikkinchi qismniki tekstni o'rganamiz bugun. Tekstni o'rganishdan burun avval qanday qildik? Avval mushu barliq so'zliklarni bir o'qib yetamiz shundaqo. Unda bo'lsa menga agishib o'qaylik ya. 那么刚才呀，我们已经把上一节课的目标复习了一遍。那接下来，同学们跟着老师一起把第2单元的生词一起读一下啊，一个读2遍，一个读2遍。Unda qo'shib boshildi. 有个朋友做名出
出租车，出租车，司机，司机，帅，帅，挺，挺，打算，打算，想，想，进，进，家，家，公司，公司，当，当，职员，职员，不错，不错，职业，职业，警察，警察，老师，老师，银行，银行，从事，从事，医生，医生。好，那这个生词我们读完了，接下来我们要做的事情是学习我们的课文。Әмді біз текстіні үйренеміз. Авал біз мұшы текстке мунасабатлик болған бір кичик фильмни көріп алсак. 那么接下来我们要学习的是课文。那在这个看课文之前，我们先来看一下我们的小视频。那同学们注意看哦。Сабақташlar диктimiz экранда болсын. 你家有几口人？我家有5口人，都什么人？爸爸妈妈、哥哥、姐姐和我。你有没有兄弟姐妹？我没有兄弟姐妹，我是独生女。你父母是做什么工作的？我爸爸是医生，妈妈是老师。你们家呢？我爸爸妈妈是农民，哥哥是警察，姐姐不工作。好，那同学们，刚才我们把这个模拟场景呀看了一遍。Мұшы көрініште бір көріп әттік. Онда қоса, азыр біз мұшы текстке қайтып, бұланың деген cümlelerini, гәплерini яны бір көріп етейлі, ya. Авал Ван Ли сорапты. 你在乌鲁木齐有认识的人吗？你在乌鲁木齐有认识的人吗？ Siz мұшы үрімчіде tunuydigan adamınız var mı? 认识, tunuşunağı, tunuydigan adamlarınız var mı? Alim daptı, 我有一个好朋友在乌鲁木齐工作. Менің бір yakın dostum үрімчіде işleydi, 工作. 他做什么工作? 他做什么工作? O nemi hizmet kılıdı? 他是一名出租车司机. Uber, 出租车 taksi şunağı, 司机 şoför, Uber taksi şoförü. 很帅, naiti, kilişken. 好。挺好的 yaxshi ekan. 你打算找什么工作呢? Siz qanday xizmat izlayapsiz? 我想进一家公司当一名职员. Bir shirkatga kirib xizmatchi xodim bo'lg'im bor. 不错. Naiti yaxshi. Ha, unda bo'lsa, bu yerda bu ikkisi nima to'g'riliq paranglashibdi desak, xizmat to'g'riliq shunaqa. Nima? Xizmat to'g'riliq paranglashgankan, bugun bu darsda nimani o'rgandiga o'xshaymiz? Qarish tarafninki xizmatini qandoq so'raymiz, shunami? Ha, avval biz mushu tekstni menga agishib bir o'qib olsanglar. 你在乌鲁木齐有认识的人吗？我有一个好朋友在乌鲁木齐工作。他做什么工作？他是一名出租车司机，很帅，挺好的。你打算找什么工作呢？我想进一家公司当一名职员。不错。好，这个地方我们要注意一个啊，뭐시 xizmat izlash degan nima deymiz? 找工作，找工作deymiz. Ha, unda xusus tekstni bir o'tkazib o'tdik. Bugungi bu darsda bizning nishonimiz nima? Ya'ni nima narsalarni cho'qim o'rganib bo'lishimiz kerak. Unda bo'lsa, 今天的 mushu 目标大本营ga bir qarab olsak, kitobni 26-betga ochsanglar, 第26页.
birinchisi 数量短语数量短语那么你们shu son miqdor son miqdor bilan shakllangan mushta qisqa so'zlar shunaqo好那我们来看一下首先biz nimaninki miqdor ekanligini bilishimiz kerak mundaq debdi 通常用来表示人事物或动作的数量单位的词叫做量词那么这是什么意思desak mushu odam yoki shay yoki ma'lum bir harakatninki nimasini deymiz son miqdor birligini deb bermoqchi bo'lgan vaqtimizda mushundaq bir turkum so'zlarning hamini nima deymiz量词 ya'ni miqdor so'z deymiz masalan bir odam degan bo'lsak 一个人 bir kitob degan bo'lsak 一本书 bu miqdor so'zni biz uyg'urchada so'zlagan vaqtimizda bak ta'kidlab ketmaymiz hamda ko'pincha bir odam ikki deb shu sonning keyiniga shu ismni o'zi bevosita akilib bilan ishlatamiz lekin hanzu tilida gap qilgan vaqtimizda bu miqdor so'z intayin muhim bir rolni o'ynaydi hamda nurg'un yerlarga kelgan vaqtimizda miqdorni olmasak bo'lmaydi cho'qim ilishimiz kerak Xo'p hamda yana bir nuqta mushu hozir deganimizga o'xshash mushu hanzuchada biz hanzu tilida so'zlagan vaqtimizda sonni ilib masalan 5 kitob degan bo'lsam wushu deb turib mundaq desam bo'lmaydi cho'qim bu yerga miqdor so'zni ilishimiz kerak hamda mushu miqdor so'zning hamma narsaning miqdori ko deb shiltiyversam bo'lmaydi cho'qim o'xshamagan narsaningki miqdori o'xshamagan bo'lib mangdi masalan soat 一块表 deymiz 一块表 masalan ko'ylak bo'lgan bo'lsa 一件衬衫 一件衬衫 nima qo'l bo'lgan bo'lsa 一双手 一双手 ma yuz bo'lgan bo'lsa 一张脸 一张脸 deb olamiz nima miqdor xato bo'lib ketmaydi o'xshamagan narsaninki miqdori o'xshamaydi balkim ma'lum bir miqdorni ko'proq bir necha so'zlarga tang ishlatgan bo'lishimiz mumkin lekin hammasi unda bo'lib ketmaydi Xo'p masalan bu yerdagi bir misolga qarab baqsak 一名警察 bu to'g'ri keyingi to'g'ri belgisi urilgan shunaqa 一警察 desak qanday xato buni desak bo'lmaydi nima bu yerga miqdor so'z cho'qim kelish kerak ikkinchisi qarsak 两家公司 ikki shirkat degan gap qo'y 两家公司 bu to'g'ri 但是两公司 desak bo'lmaydi 两公司 desak bo'lmaydi uning keyini 一个朋友 bir do'st bu to'g'ri lekin 一朋友 desak bo'lmaydi demak miqdor so'zni qisqartib aytaman deb qisqartib etsangiz bo'lmaydi xatolashimiz Xo'p bu birinchisi miqdor so'z o'xshamagan narsaga o'xshamagan miqdor so'zlarni ishlatamiz endi bu yerda chang yung liang-ci deb ko'rdikmi shu 27-betning ustida mundaq bir katakchi turdi bu yerga bir diqqatda doim ishlatiladigan miqdor so'zlar birinchisiga shu ge degan 使用范围较广可用于指人物单位等名词之前那么bu ge degan bu so'zniki ishlatilish doirasi nihoyatda keng odamga narsaga birlikka o'ringa qatorliq yerlarga ishlatsak bo'ladi nima ming degan so'z masalan 一名我想当一名出租车司机dedi ғой我想当一名出租车司机 ming degan bu so'zni ko'pinchisi nima odamlarning oldiga ishlatamiz 一个朋友 bu bir do'st bu do'stninki kim ekanligini uqmaymiz shuning uchun bu noma'lum bo'lgan bir odamlarga ge deb ishlatamiz nima biz qarish tarafga shu hurmatimizni bildirgan vaqtimizda ko'pinchisi nima shu mingni ishlatamiz 他是一名出租车司机一名老师一名科学家一名警察 degandek ha undaqda yana bir sabab本 ma xatni qandaq 通常用在书籍一类的名词前 ya'ni ko'pinchisi shu
kitobga munosabatlik bo'lganda kitoblarninki oldiga mana shu bin degan miqdor so'zni ishlatamiz. Ha, bu bugungi birinchi nishonimiz miqdor so'z. Endi ikkinchisiga qarab boqaylik. 询问工作 ya'ni qarish tarafninki xizmatini so'rash, qarish tarafning xizmatini so'rash. Qanday so'raymiz? Bu yerda qancha xil debdik? 4 xil. 4 xil. Birinchisi, 你的职业是什么？你的职业是什么？我的职业是警察。我的职业是警察。Sizning kasbingiz nima? Mening kasbim soqchi. İkincisi, 你是做什么工作的？你是做什么工作的？我是老师。Siz nima xizmat qilasiz? Ben muallim. Üçüncüsü, 你在哪儿工作？你在哪儿工作？ Siz nerede xizmat qilasiz? Siz nerede xizmat qilasiz? 我在银行工作。我在银行工作。那么 en ahırda 你的工作是什么？ Xizmatingiz nima? 你的工作是什么？ 我是医生。Ben doktor. 那么bu yerda to'rtti bizning tekstning ichida yana birisi bor. 他做什么工作？ Bu 做什么工作 deganimiz ma ikkinchisi 是做什么工作的 mana ikkisi o'xshab qoladi va 是什么什么的 degan ma so'zni qo'shgan vaqtimizda bu kuchaytirish bo'lib mangdi. Kuchaytirish bo'lib mangdi. 是的呢 ya birga qo'shing, ya qo'shmang. 那意思就是说 你是做什么工作的 deb to'liq chiqaring. 是ni ishlatgan bo'lsangiz keyiniga de ni qo'shib chiqaring. İşletmegen bo'lsangiz 你做什么工作 dang. Bu yerga 你是做什么工作 yoki bo'lmasa 你做什么工作的 deb qilmaymiz. Ya 是的 shkilisini tang chiqaring, ya bo'lmasa har shkilisini ishlatmang. Nima tekstning ichidagini qo'shsak, maning bilan qancha bo'ldi? Jami 5 xil. 5 xil bir odamningki xizmatini so'rash usuli. Bugungi ma'vu 询问工作 degani yana bir o'tkazib aytaylik. 你的职业是什么？ 我的职业是警察。 你的职业是什么？ 我的职业是警察。 你是做什么工作的？ 我是老师。 你是做什么工作的？ 我是老师。 你在哪儿工作？ 我在银行工作。 你在哪儿工作？ 我在银行工作。 你的工作是什么？ 我是医生。 你的工作是什么？ 我是医生。 好，那么 aldagisi nimati? 你做什么工作？ 你做什么工作？ Onun da ta deb so'raganda shunday. 他做什么工作？ 他做什么工作？ 他是一名出租车司机。 他是一名出租车司机。 好，那今天 bizdagi nishonimiz jami 2. Birisi mushu miqdor so'z. Miqdor so'z. Jumlaning ichida miqdor so'z ishlatilganligimizni unutib qolmang. Hamda bu miqdor so'zni ko'pincha ismning oldiga kelamiz. Bir nima degandagi. Ikkinchisi xizmatni so'rash. Qarish tarafniki xizmatini so'rash deb bizning bu darsda jami 5 xil usul chiqdi. 5 xil mushu usul orqali qarish tarafniki xizmatini so'rash. Ha, unda bo'lsa, bugungi bu nishonimizga cho'qim yetishga tirishing. Bulamdi saboqdoshlar. Unda bo'lsa, bugungi darsimiz mishagchi bo'ldi. Qaytib berib, takror qilishni unutmanglar. Hamda mushu nishondagi qanday so'rash usullari degan mushlarning hammani cho'qim yodlab etishingiz kerak. Tekstni yodlaysiz, 询问工作ni yodlaysiz, hamma narsani qayta esimizda saqlashimiz kerak. Bulamdi? Amsa bugungi dars mishagchi bo'lsin. 那今天我们的课就先上到这里。同学们，下一期再见。